Biz mana nima stadion tagiga o'tiribmiz. Toshkent City'da. City'da. Ha. Ha, ko'rdim sizlar. Hozir boraman, hozir. Kelyaptimi? Ha, kelyapti bu yoq. Привет. Toshkentda urmanglar xatya. Ana, zo'r tegdi. Shu yurish yo'qmidi? Adashib qolmadingizlarmi Toshkentda? Birinchi marta kelishimiz emas. Oldin ham kelganmiz jiyan. Tak, unda qaranglar, birinchi salonga boramiz, mana mo'ylovlarni to'g'rilatamiz, sochlarni oldiramiz. Keyin shopping qilamiz. Shopping yoqadimi sizlarga voy ishingizni? Keyin ovqatlanishga boramiz. Yuringlar, men mashinada bo'laman. Hamsiya, nima qilyapti bu? Mana qarang, o'g'lim chopaylik, ko'zimiz aylanaylik, sharmanda bo'lamiz bunisi. Menga qarang, meni o'g'lim yonga boraylik. Sizning o'g'lingiz bu. Aha, meni o'g'lim 5 yildan beri Toshkentda tirnovka qiladi, mujigu boksyor meni o'g'lim. Nimaga oldin aytmagansiz? Ha, endi aytmaganman, endi siz. Yuring qanaqa o'g'lingiz ko'raylik. Bu-chi? Ha, bu o'zi bilan o'zi ketishdi. Hozir men siz o'g'limni ishxonasiga olib kiraman. Meni o'g'lim haqiqiy mujik. Ana sportsmen, hozir xonasiga kiramiz, menimcha tirnovka qilayotgan bo'lish kerak. Yuring, keling. Qani keling hamsiya. Shu o'g'lingiz. Ha, menimcha adashdik hamsiya, yuring. Iye? Dada? Mana, dada deydi. Dada, men sizga hozir hamma narsani tushuntirib beraman. Nimani tushuntirmoqsan o'g'lim? 5 yildan men shaharda men sen tirnovka qilib yuribsan, chempion bo'lasan desam, sen nima qilasan bu yerda? Dada, men bu yerda dilsho naylisman. Naylis? Ha, hamsiya o'g'lim ingliz tilidan aylis olayotgan. Yo, u naylis degan tirnoq taqlid degan, tirnoq taqlid ekan bu. Shundoqmi, tirnoqchimisan? Ha? Burniga uring, burniga. Nima? Burniga uring. Nimaga aynan burniga? Reklamamizga urib kelamiz-da. Hay? Doktor shu desangiz, hamsa ham bakasini urdi. Shunga siz oldingiz olib keldik. Buni sportsmen deb o'ylaganda, qarasak, tirnoqchi bo'lib chiqdi bu. Shunga bir burun almashtiraylik shu kuni. Iloji bo'lsa shuni miyasini ham almashtirib bering, doktor. Burlarni ko'rdim. Bir tomondan suyagi singan. Xudo xolisa to'g'rilab beraman. Faqat bitta yomon tomoni bor. Operatsiyadan chiqmaydimi? Chiqolmaydimi? O'lamanmi yo? Yo, o'lmaysiz. Faqat operatsiyadan oldin sochingizni olib kelishingiz kerak. Ha, sochimi o'zimiz qo'parib olamiz.